Hozir buni qisqacha obzor qilamiz. Bu 2026-yilni eng so'nggi Samsunglaridan bir videoga qo'ydim. Mana aynan shu video qo'yildi. Qaranglar. Kamerani o'zi asli telefonni aylantirganda kamera ham aylanish kerak, lekin bu bir 2 o'zi asli telefonni aylantirganda kamera ham aylanish kerak, lekin bu sizlarda aylanmadimi? Ha, bu o'sha shov-shuvlarga sabab bo'layotgan stabillik kamerasi. Panorovkani men sizlarga yoqaman ko'zingiz oldida. O'chdimi? O'chdi. Yondimi? Yondi. Mana bu tonirovkani qaranglar. Yondimi? O'chirdimi? Qaranglar, o'chirdi. O'chirdimi? Endi qaranglar. Aynan shu tonirovka odamlarni nima yaratib qo'ydi Samsung deyishga sababchi bo'lib qoldi do'stlar. Sun'iy intellekt haqida rasmga oldimmi? Oldim. Ko'zni yarimi yo'qmi? Yo'q. Mana bunday qilib chizib olaman. O'zimni ham o'chiraman. Mana belgiladim qo'lda. Ko'rdinglarmi? Qo'lida. Endi buni udaletga berdim. Ya'ni yo'q qilishga berdim. Qaranglar. Operator aka. Zagruzka qilyaptimi? 1 2 2,5 Yo'q qildimi? Yo'q qildim. Yaxshimi, zo'rmi, rezultat zo'rmi ko'rganim yo'qdi, chunki o'zim hozirman. Mana do'stlar, mana bu Samsung S26 Ultra haqiqatda yorib tashladi.